Tatlıqqa xumar do'stlar, piramida qilishni cho'qim bir o'rganib berdik. Vahshiy yeyishlik, yurakni besishni unutib qolmanglar. Tamam, shagird qilib qo'yatman, unutib qolmoqchimi? Amsa o'zbek piramida qilishni boshlaydilikmi? Un 400 gram, sarma 100 gram, soda 1 gram. Endi mushlarni yaxshi aralashtirib talqon qilib olaylik. Endi mana talqon qilib mushlarni keltirib olgandan keyin buningga tanayon to'kib olamiz. Tanayonni 200 gram. Endi buni yaxshi aralashtirib, shunda xamir yug'urib olsak bo'ldi va mana qaranglar, xamirimiz yug'urilib, mushalat kelganda tayyor bo'lgan bo'ldi va endi buni ichib olaylar. Burjak shaklda qilib ichib olsak bo'ldi. Mana xamirimizni mushta ichib olgandan keyin mana cho'ristiki yerlarini kesayliklar. Mana mushta kesayotgandan keyin endi lamay ko'jan siqib olaylar. Buning qilish usuli ashaxonnashlikqa biroz o'xshab ketadi va mana mushta siqib olgandan keyin har birisini mushta o'lchab turib kesib olamiz. Avval kesilib, ana siqsalam bo'ldi va shunday qilib buni tugib olamiz. Endi buni mushta kopanga qo'yib olgandan keyin mana ulg'an yerimizni pastga keltirib, tizib olamiz. Mana mushallatni bo'lsa bo'ldi va mana endi buni kavshan silib bilan pishirib olsak bo'ladi. Endi duxovkamizning gradusini ustida 170 qilib 20 minut atrofida pishirib olsak bo'ldi va vau, qaranglar, o'xshabdimi? Endi mush sovuq tayyor bo'lgan piranigimizning ustiga tayyor qilib olgan suzma qaymoqimizni tekshiyib olamiz. Endi ikkinchi qaytiga mushta qaymoq berib olamiz. Mana eng ustiga qaytini qo'yib olib, mushning o'xshash qaymoq berib olamiz. Endi buni mushta cho'risini tekish qilib, moda bilan mushta tekshlaymiz. Mana qaymoq to'liq sekib olgandan keyin endi shunday pichoq bilan shpulon shakl qilib turib kesimiz. Mana mushta kesib olgandan keyin endi bundan qaymoqning to'piga kakoflarimizni mushta chechib bezib olsak bo'ladi. Tafsili gram solinish rasmda saqlab